hozirgi kunda juda ham agressiv va giperaktiv bolalar ko'paygan. Buni ildizi oiladagi muhitga borib taqaladi. Buni ko'pchilik onalarimiz o'zlari bilan bog'liq ekanligini bilishmaydi. Farzand 5 yoshgacha bo'lsa, men faqat onani ruhiyatini sog'lomlashtirish bilan ishlayman. 5 yoshdan katta farzand bo'lsa, bu ota-ona va birga bola bilan ishlanadi. Onajonlarimiz farzandidan nolishganda, xafa bo'lishganda, ularning qiliqlaridan va ular bilan bog'liqligini tushuntirganimdan keyin ular tan olishadi. Rostdan ham o'zida o'sha hissiy bo'g'ilishlar natijasida o'zi ichki agressiyasi borligini, farzand bezovtaligi orqali ko'rsatganligini keyin tan olishadi. Shunaqa mijoz bo'ldi menda. 9 yoshli farzandlari bor edi. Nevropatologga borganda aqlan orqada deb tashxis qo'ygan, psixolog yordami kerakligi aytildi. O'shanda onalarni qabulimga chaqirdim. Aslida muammo onalarda ekanligi ma'lum bo'lgandan keyin asosiy urg'u onaga berildi. Ona o'tmishdagi